Muso va Fir'avn o'rtasidagi hikoyani hammamiz bilamiz. Ma'ruzalarda eshitganmiz, kinolar ham olingan, uni ham ko'rganmiz. Bu yerda nima bo'ladi? Qisqa, Muso payg'ambar haq tomonda, Fir'avn zulm tomonda. Yakunda nima bo'ladi? Dengiz yoriladi. Muso alayhissalom u yerdan o'tadi, Fir'avn u yerda g'arq bo'ladi. Mavlona Jaloliddin Rumiy aytadiki, to'xtang deydi. Bu qissani faqat o'sha bir voqelik, tarixiy bir voqelik yo bir bizga tegishli bo'lmagan bir narsaday qaramang deydi. Bu Muso va Fir'avn qissasi har lahza, har bir insonning ichida qayta yashab turadigan jonli bir hodisadir. Tinimsiz har lahza qayta milliard marotaba yashaladigan. Ichimizdagi Muso bizni doim yaxshilik tomonga tortishga harakat qiladi. U nima? Sabrga, bilmadim, shukurga, marhamatga, adolatga. Fir'avn buni tamoman teskarisini qiladi. Kibrga, hirsga, g'azabga, zulmga, xudbinlikka dedik. Qaysi biri g'olib kelsa, iqtidor bizdagi boshqaruv unga o'tadi.